Minmagandim, nima bu mindirib ketdi deydi, o'shanda gapirasiz sizlar hozir. Do'stim, mayli 10 yil bilan, 1 yil bilan olganingizga, har olguncha ko'rsatib olish kerak-da, yaxshiroq. Yo'q, ko'ra olishgan. Baribir tushunishmaganmi yaxshi. Qanday tushunmaydi? Kapot kiringlar, eshik orqa kiringlar radno deyapti, sizlarga orqa kiringlar tipasi bilan stoykaga qarab tepib kelingan. Buni radno detalni o'zi bitta eshik ko'rdim men. Boshqa radno detal ko'rmadim mashinangizga. Yana ham bilmadim agar sepilgan bo'lsa ham shu urilgan uchun sepiladi, to'g'rimi? Yo'q, masalan, urilgan joyi chiqadi-ku. do'stim, bunday narsa. Prosta taksi bor bo'lmaydi-ku. Eshitasizmi? Qirilsa sepadi, shilinsa sepadi. Tushundingizmi? Chirasa sepadi. Siz radno deyapsiz, mashinam deyapsiz. Men sizga aytgan ketmonlari bor dedim. Men sizga aytgan gapni ko'p kishi aytaman-da, mashin. Men keyin bir gapni aytaman. Ichiga o'tgan kraska deb aytaman, ichiga o'tmagan kraska deb aytaman. Yengil durtib olish mumkin. Men bundan chiqib ketsa, orqaga qaramay stoyka qisib o'tib ketishingiz mumkin. Ana o'shalarga sepib qo'yadi aka. Sepilishning yo'li juda ko'p. Ichib olib turib, bunday qilib bir ursangiz pachoq bo'ladi. O'shanga sepasiz aka. Iminda borib bir joyda ursa sepiladi degan joyi yo'q mashinlar. Lekin narxini ham siz radnoga narxini aytib turibsiz-da o'zi. Radnodan ketib. To'g'rimi, savdo qilinadi. Aka buni qarang. Tushundim. Qayerdan sizki? G'uzordan. Generalni chiqadi, men bilib siz boshingizni oldim. 34 bo'lar, 33 bo'lar. Ha, unchana bitmaydi. Bitta ko'ring. Buni zo'r tura borsa 25 million oladi. To'qqa chirmashib chiqqan narxi 25. Agar 25 desangiz, men o'shanga aytib ko'raman, 25 million oladigan odam bor ekan. To'g'ri. 90 dan Necha deysiz? 90. 2? 7? Bitta ko'rsang bo'lmasa. Mendan xafachilik yo'qmi? Yo'q. 30 ham deng. Qarang, 30 ham deng aytib ko'raman odamlarga. Ya 30 million ham deng, kimdir balkim shu pulga olar mashinangizni. Ishingiz hal bo'lib ketsin. Men ololmayman. Men zo'r ko'ring qildiki, gaplaringiz kimgadir yetib borib, balkim shu balaga men ishondim deb oladi. Bitta aytib ko'raman. Qatay 30 million ham deng. Bo'lmasa 33 deng. Ya aka, men men pulga oldim, yana buriling. Ha 30 million oldim. Ya sal inson ko'zingiz oldida bo'layotgan narsaga ishonmaysizmi, aka? Hech bo'lsa 30 deng aytib ko'raman. Ha bir maslahat balki 30 ga bitib qolar. Aytib ko'rasiz gullaringiz eshitsa. Yo, yoq ko'raylik, balki 30 ga bo'lib qolar. Ha, aytib ko'raylik, bitta kim olar ekan? Oluvchani maslahat. Aka kelib qolsa 30 va'da qiluvding deb, labz qiluvding. Betaniya chech olgansiz, agar 30 millionga olsam, men kimdir shuni 2 million sizga beraman. 30 millionga oladigan odam bormi? 2005 16 Nexia. Benzinga. Bormi oladigan Mars? Aytib ko'radi bunda aka. Ko'ngli joyida qolib, chip qolsa 2 million beraman dedim aka. 2 million beraman kissamdan dedim men. Beraman dedim. Xafa emasmisiz? Lekin quvnoq odam ekansiz, tanishgandan xursandman. G'uzorda qayerdansiz? G'uzorda yo'lda turaman. Qayerga? Sho'rtan zavodda. Sho'rtan zavoddan.